Salam jamaat, siz o'zingizning qoida ekanligingizni bilasiz. Kuni iskitkish motor. Quyosh meni ko'ruvga kirib qochdi, shig'irga jiyinmay. Yuritirg'achdan bir ovulning suv saqlag'ichina kelib o'tirdim hali men bunda. Jamoat ko'rinishlar bir degan iskitkish motor kiymagina yetmay. Bu video jamoat tub yo'nalishdan sayohatlardan biroz shitga toypilish. Menim shitga toypilishlar tub yo'nalishdan ko'proq axrasaymi. Menim sizga ikki yangiligim bor, ikkisi de yaxshi. Nasharlarni topa olmadim haliga. Birinchi yangilik jamoat ko'pdan tugilgina Galata videosi ostida bir komment qoldirganlari o'zingning karta nomeringni qoldir ali, yoz ali degan. Yaramaydan problem yo'q, yozim sana dedim-de, har bir videoning ostına o'zimning rahmatxona rekvizitlarimni yozib qoldirdim men. Maytam tursin, ishim atirtmas ali, bo'lsa bo'lmasa da qumash ovlamas. Jamoat kim jiberganin bilmim. İsimi ko'rinmay bir qoidada, lekin 3000 jibergan kishi sana zo'r rahmat. Yuragimga mining yasading shishdi. Ismingni bilmim, qizg'anish. Chunki Sberbank osha jibermasang, aning kim jibergani ko'rinmay oxirisi. Kimgina bo'lsa da, men uni ko'rdim, men uni qabul etdim. U yo'qolmadi, menga kelib erishdi. Ham endi 1000 so'm jiberishini men shaxsan lishni bilam deganday, shunga ko'ra senga ko'p, bek zo'r rahmat, yami. Oqshongni qabul etdim, shulay yo'q saqlanib tura. Jamoat hozirgi vaqtda Qoznada shulay deyik 4000 aqsha bor. Ular shunda jiyilib tura, bir qoyada ketmadi. Shundagina turalar. Bu jamoat birinchi yangiligi, ikkinchisi kontent yasov bilan bayli. Durusragi kontent yasov asboblari bilan shulay deyik. Balki e'tibor etgansizdir, men haritiga balaki kichkina action kameraga tushirib yurmayman. Menda har normalniy kishicha travel bloggercha yaxshi kamera. Bu kamera jamoat ikkilushdan tura. Birisi kameraning o'zi, mana bu gavdasi, body deb atalaymi, ikkinchisi saning obyektivi. Kamerasi jamoat bir degan, bek yaxshi sifatli yozdira. Menga bigoshi men bek qanag'at. Birdan bir baylanirlik ayvirsa jamoat, aning obyektivi eng zaif o'rni shulay deganda. Birinchidan bek tor oldiraymi, kengligi yetib etmay. Anlarsa stabilizatsiyasida yo'q deyarlik. Ya'ni qo'lga tutib tushirib borganda silkinuvlar bek qoti. Qarorga da anlarsa stabilizatsiyalab o'tirganda bek o'ng'aysiz. Ham endi bizning aytsang, yoqtiliq sezgirligida yetib etmay. Diafragmasi kichkina 3,5 ham endi yaqin aytgan vaqtda ul 5-6 ga ko'sha. Qorong'i shartlarda tushirgan vaqtda butunlay bir narsada ko'rinmay. Men endi bu obyektivni olgan vaqtda shulay dege narsada bo'lsa bo'lsin uchungina olganim, nechikda bo'lsa tushirir uchungina, kelajakda olishtirarman degan hisob bilan shunga ko'ra jamoat men shin ma'noda yaxshi, sifatli ishtaningni solib chiqarib sotarlik bayadagi obyektivga o'xshajiya boshladim. Ul Turkiyada bor jamoat sizda yo'q, bayasi 18800 lira yolg'ishmasam. Qisqasi jamoat mana bunda bir ketib qo'yammi? Mana shu ayttirib zo'r aytib ta qo'yam sizga ko'rinsin uchun. Bayasi qoidalar mana shunda yozilgan bo'larga tegish. Mundami? Teg jamoat liraning bayasi 3,5 rubl, topqirlasak 18800 ga 65800 rubl. Shin ma'noda ot bayasi jamoat. Shobish qotoq yo'q, lekin tishi qo'yilgan olashada tugul. Jamoat agarda sizningdan menim totarsha kontent chiqaruvimga ulush kiritasingiz kelsa, totarsha videolar chiqaruvimni xo'plasangiz, shulay deyik, ushbu obyektivni olirga finansiy yordam ko'rsatsangiz, men bek shod bo'lar edim. Bayasi zo'r jamoat kelisham, lekin sifatli kontent bor etarga shinlabda keraklaydir. Aytganimcha jamoat butun karta nomerlarimni mana shunda ostga bir ketib qo'yarman, balki kommentariyga da yozib qo'yarman. Bütün ma'lumot mana shunda ostayami. Tege jibergan 4000 jamoat bir qo'yada ketmayacak, u shunda bo'lacak, shunda yotashak, shunda kutashak, mayaga bo'lsin. 60 mingni necha asr jiyarmiz ekanmiz. Qortayib qotqancha o'yinlar olirga yebitina. Yangilarim shul jamoat, yordam etuvchilarga tag'in bir topqir bek zo'r rahmat. Shinlabda men buni kutmagan edim. Keyiflar ko'tarilib ketdi jamoat. Videolar tushirga tag'inda ko'proq motivatsiya borlikka keldi. Bek zo'r rahmat. Shuning bilan shunday xallar jamoat, qaraganingiz uchun rahmat, ham kelasi uchrashuvlarga qadar.